Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshılaymiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistonda yana bir cho'ng tipdagi saxta tashviqot harakati boshladi. Xitoy Sharq Turkistonda atalmış Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini xotirlash bahonasi bilan chegarani bo'ylab 10 ming chaqirimlik safar qilish nomida yana bir zo'r ko'lamlik saxta tashviqot faoliyati boshladi. Tangritog' to'rining 17 iyundagi aloqador xabarida ma'lum bo'lishicha, mazkur faoliyatda Xitoyning ishg'oliyat jinoyatini pardozlash asosliq nishon qilingan bo'lib, 70 yildan buyon Xitoy Kompartiyasining siyosatlari ostida Sharq Turkistonning har qaysi joylarida olamshumul g'oyat zo'r o'zgarishlar borligi kelganligi, navbatda xalqning inoq bayoshat xotirjam yashayotganligidek numussiz safsatini gavdalantirish kerakligi ta'kidlangan. Xabarda Sharq Turkistonning chegara liniyasi uzunligining 5700 kilometrdan oshadiganligi va 8 davlat bilan chegaralanadiganligi, bu qatimliq tashviqot harakatida 10 ming chaqirimlik chegara liniyasini bo'ylab ziyorat qilishning muhim ahamiyatga ega ekanligi da'vo qilingan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, bu qatimliq saxta tashviqot harakatida 50 dan ortiq Xitoy muxbiri Qo'rg'az chegara eg'izidan yo'lga chiqib, ikki liniyaga bo'linib Sharq Turkistonning chegarasini bo'ylab bir oylik ziyorat harakatini boshlaydi ekan. Bu jarayonda chegara bo'yidagi nahiya shaharlarda ta'sis qilingan qorovulxona, chegara eg'izi qatorliq joylar nuqtaliq suratga elinadigan bo'lib, Xitoy bu orqali butunlay burmalangan bir ko'rinishni o'tirg'a chiqarishga uringan. Xitoy bu yil kirgandan buyon atalmış Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini xotirlash nomida turli yig'in, faoliyat, musobaqalarni ko'plab tashkillayotgan bo'lib, axborot, matbuot, media vositalari orqali Sharq Turkistondagi ishg'oliyat tarixini va navbatda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashga urinmoqda. Xitoy chegara mudofaasini kuchaytirishni alohida ta'kidlayotgan bir mezgilda, Xitoy tashviqot vositalari bu qatim chegara rayonlariga markazlashgan bir saxta tashviqot harakati boshlagan. Xitoy shirkatlarining fosh bo'lgan yangi hiylasi, boshqa davlatda sun'iy aql mashqlantirish. Amerika hukumati Xitoyga ilg'or o'zak eksport qilishni cheklagandan keyin Xitoy shirkatlarining Malayziyadagi sonliq ma'lumot markazlarida sun'iy aql texnikasi tadqiq qilganligi oshkorlandi. Navbatda Malayziya hukumati bu haqda tekshirish boshlagan. Valkochisi gezitining tekshirishiga asoslanganda, Amerika hukumatining cheklamalaridan agib o'tish uchun bir qism Xitoy injenerlar bu yil 3-oyda sonliq ma'lumotlari qochilangan qattiq diskalarni Malayziyaga olib, Nvidia'ning ilg'or o'zaklari saplangan sonliq ma'lumot markazida sun'iy aql modeli yasashga boshlagan. Ular bu xil usul orqali mashqlantirgan sun'iy aql modellarini Xitoyga qaytarib kelishni planlagan. Malayziya mablag' selish savdo va sanoat ministrligi 19 iyun e'lon qilgan bayonotida bu haqdagi xabarni tilga olib, munosabatli organlar bilan bu ishni tekshirayotganligini, haqiqatan qonun nizomlarga xilof qilmishning mavjud yoki emasligini aniqlayotganligini bildirgan. Ministerlik bu masalada Amerikaga moslashadiganligiga ishorat qilib, Nvidia o'ziki va sun'iy aql mulozimatini ishlatishning Malayziya qonuni bo'yicha cheklamaga uchramaydiganligini, ammo eksport kontrolligidagi sazgur mahsulotlarning savdosi masalasida har qanday hukumat bilan hamkorlashishni xohlaydiganligini bildirgan. Amerika Savdo Ministerligi o'tgan yil oktabrda Nvidia'ning H100 va A100 yurishlik o'zaklarini o'z ichiga olgan ilg'or o'zaklarning Xitoyga eksport qilinishiga texnik qattiq cheklama qo'yadiganligini e'lon qilgan edi. Amerika hukumati bu yil 4-oyda yana keskin qaror chiqarib, Nvidia shirkatining Xitoyga sun'iy aql o'zaklarini eksport qilishini cheklagan edi. Navbatda Malayziya Sharq-Janubiy Osiyodagi muhim sonliq ma'lumot markaziga aylangan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon nurg'unlagan texnika shirkatlarini jalb qilgan. Xitoy shirkatlari bo'lsa turli yutuqlardan foydalanib, Amerikaning cheklamasidan halqishga uringan. Trump TikTokning setish muddatini yana 90 kun uzartdi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyning qisqa sin ham baharlash supisi TikTokning Amerikadagi mulozimatini setib etish yoki butunlay taqib etishi uchun belgilangan 19 iyundagi oxirgi muddatni yana 90 kun uzartdi. Xitoyning TikTok supisi aslida bu yil yanvar oyida Amerikada butunlay taqilib qilish taqdiriga duch kelgan bo'lsa-mu, Trump ilgari parlamentning TikTokni cheklash haqidagi qonunni 2 qatim ijro qilishdan to'xtatib qo'ygan edi.
Reuters agentligining xabarida qayd qilinishicha, Oqsaroy bayonotchisi 17-iyundagi bayonotida Prezident Donald Trumpning bu hafta TikTokni davomli saqlab qoladigan yana bir ijroiya buyrug'iga imzo qo'yadiganligini, Trumpning TikTokning qorong'ulikqa mahkum bo'lishini xohlamaydiganligini bildirgan. U bayonotida yana Trump hukumatining keyingi 3 oy ichida setish ishining tamomlanishini, bu orqali Amerikaliklarning o'z sonliq ma'lumotlarining bexatarligidan xotirjam holda TikTokni davomli ishlatishini kafolatga ega qilishga tirishadiganligini ta'kidlagan. Aloqador qonun bo'yicha Xitoyning ByteDance shirkatiga tava TikTok supisi Amerikadagi mulozimatini xohlagan bir Amerika shirkatiga setib bermasa, bu yil 19 yanvar Amerikada ishlatishdan to'xtatilishi kerak edi. Ammo Prezident Trump 20 yanvar ikkinchi qatim prezidentlik vazifasini boshlaganda bu qonunni ijro qilmaslikni tanlagan va boshda vaqt chekini aprel oyining 5-ga uzartgan. Keyin yana 19-iyunga uzartgan. Xitoyga tava bo'lgan TikTok supisining uchur bexatarlik masalasi yosh o'smirlarga elib kelgan salbiy ta'siri izchil diqqat qo'zg'ayotgan bo'lib, bu sababli hozirga qadar Pokiston, Hindiston qatorliq bir necha davlatda TikTok apdetali butunlay yoki qisman cheklangan. Undan boshqa TikTok supisining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa aloqador mazmunlarni, hisoblarni o'chirishimi tanqid nuqtasi bo'lib kelmoqda. Texi oldingi oyda Yevropa Ittifoqining sonliq ma'lumot qo'g'dash komiteti TikTokning Yevropadagi ishlatuvchilarning uchurlarini Xitoyga yetkazganligini, bu qilmishning Yevropa Ittifoqining universal sonliq ma'lumotlarni qo'g'dash nizomiga xilof ekanligini bildirib, TikTokqa 530 million yevro jarimani qo'ygan edi. Shimoliy Koreya Rossiyaga texnik ko'p shartsiz yordam berishga va'da berdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un Rossiya bilan tuzilgan universal strategik sheriklik shartnomasini davomli ijro qiladiganligini ta'kidladi. Shimoliy Koreya Markaziy agentligi Kim Jong-unning 17-iyun Pyongyangda Rossiya Xavfsizlik kengashining bosh kotibi Sergey Shoygu bilan ko'rishganligi va ikki davlat o'rtasida tuzilgan universal strategik sheriklik shartnomasi to'g'risida xabar e'lon qilgan. Shoygu 17-iyundagi bayonotida Shimoliy Koreyaning Rossiyaga Ukraina bilan chegaralanadigan Kursk rayonidagi mina tozalash va qayta qurish xizmatiga yordam berish uchun 1000 nafar jang injeneri va 5000 harbiy qurilishchi bo'lib, jami 6000 xodim rayonda buzg'unchilikqa uchragan ul aslahalarini asliga keltirishga yordam berish uchun 5000 harbiy qurilishchidan tashkil topgan 2 brigada avatadiganligini bildirgan. Bu qatimqi ziyorat Shoyguning 2 haftaga yetmagan vaqt ichida ikkinchi qatimliq Pyongyang ziyorati bo'lib, birinchi qatimliqi 4-iyunda amalga oshgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un 2024-yil iyunda Pyongyangda hamkorlik kelishimi imzolagandan keyin Shimoliy Koreya Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga yordam berish maqsadida bir qancha ming askar avatgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.